Allohga behisob shukr, yakunladik ishlarimizni. Shunchalik navislarimiz ikkita joyga bo'ldi, bitta bu yoqqa, bitta to'g'riga, bitta mana bu narsani obnoyit qildik, shuncha qilib, kraskalarni zo'r qilib. Shumkasi o'ta ham maza qiladigan darajada chiqdi. Eshitilmaydi tashqaridan. Hamma yo'q cho'tki chiqdi. Kraskalarni qaranglar. O'ta ham mehr berdik ishimizga, xudo xohlasa. Oldi ko'rinishi. O'ta go'zal chiqib oldi. Mana bitta mana shu joyimizni obnoyit qilib berdik. Shiperlarni yangilab, shumkalarni qilib, kraskalarni qilib. O'ta ham go'zal holatga keldi, uyda egasi maza qilyapti, xudo xohlasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Zo'r qilib beramiz. Daskanalniy hisob kitoblari bor. Necha kvadratini aytsanglar, unga qarab hisob kitobini chiqarib beramiz. Narxlar kimga qiziq bo'lsa, telefon raqamlarini qoldirib beraman. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xohlasa, Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Rahmat katta.